Assalomu alaykum hammaga. Codewars'da masala ishlash videomizni ikkinchi soniga xush kelibsiz. Bugungi videoda juda ham ko'p suhbatlarda tushadigan sonni juft yoki tog'ligini aniqlaydigan dastur yozamiz. Hop, matematik taraflamay ko'rsak, sonni juft yoki tog'ligini qanday qilib aniqlash mumkin? Sonni juft yoki tog'ligini taxminiy menga n soni berilgan, uni 2 ga bo'lib ko'rishim kerak. Foizli bo'luv orqali esa menga 1 yoki 0 javobi keladi. Men bundan tog' yoki juftligini aniqlab olaman. Ya'ni agar son tog' son bo'ladigan bo'lsa, 2 ga bo'lganimda menga qoldi 1 holda qaytadi. Agar menga kelgan son juft bo'ladigan bo'lsa, uni 2 ga bo'lganimda menga 0 raqami qaytadi. Xo'p, buni masala ishlashni oson, juda ham oson usulni o'rgataman. Bu yerda shunchaki return yozishimiz kerak. Ya'niki bu funksiya har doim qaytarsin nimani? Number, kelayotgan numberni foizli bo'luv 2 ga teng bo'lsa 0. Ternary operatoridan foydalanib, agar shunday bo'lsa, menga qaytar odd. Aks holda even. Va masalani tekshirganimizda bizda natija success chiqadi. Va attempt qilib keyingi masalaga o'tsak bo'ladi. Va mana bu yerda o'tgan safar ko'rsatganimdek qanday usullari bor bu masalani ishlashda shu joyni ko'rib o'tamiz. Kimdir men ishlagan usulda ishlagan va mana bu yerda kimdir juda ham chiroyli kommentariy qilib ostidan masala ishlashda if else bilan ko'rsatib qo'ygan. Va pastdagilar ham xuddi shu usuldan foydalangan. Faqat biz ternary operatoridan foydalandik va mana bu yerda ham kimdir ternary operatoridan foydalanadi. Va mana bu yerda ham kimdir ternary operatoridan foydalanadi. Masala bizga osonlik qildimi yoki qiyinlik? Juda ham oson. Keyingi masalaga o'tsak bo'ladi. Keyingi masalamiz kelayotgan raqamni string holatda qaytarish kerak ekan. Bu masala ham juda ham oson. Bu masala ham juda ham oson. Xo'p, bizga number kelar ekan. Shunchaki return num plus sum. Uzr. Num plus string. Va bundan har doim stringga numberga qo'shganimizda bizga string holatdagi number kelib chiqadi va return sifatida qaytarib yuboradi. Kodni ishga tushiramiz va javob biz xohlagandek. Va mana bu yerda bizning darajamiz oshib boryapti. Xo'p, bu yerda kimdir toString metodidan foydalanib yozgan, kimdir string metodining orasiga, ya'ni string data type'ning orasiga numberni joylab yuborgan, kimdir men ishlagan usuldan foydalangan. Hop. Keyingi videoda biz ham har bitta masalani qanday usullari bor, qanday qilib ishlash mumkin, bularni to'liq ko'rib o'tamiz. Rahmat hammaga.